Assalomu alaykum, qadrli obunachilar, qadrli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar? Bugun mana 24-mart, Xudo xolasa navbatdagi yurtdoshlarimizni yangi ish proyektlariga jo'natyapmiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimizni so'raydigan narsasi viza qilib bering, vizaga yordam bering yoki vizadan ma'lumot bering deb so'rashadi. Shu tariqasida biz hozir xalqimizga sal osonroq bo'lishi uchun bundan keyin har bitta kelgan odamni mana shu viza qanaqa oldi, qayerdan oldi, kim orqali oldi, shu ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Mana bu ikkita yurtdoshimiz Bolgariya davlatiga viza olib kelishgan. Bolgariyadan keyin ID karta olib, qancha ishlaydi ID karta olgandan keyin? Bir 4 oychami? 4 oy ID kartadan keyin 4 oy ishlaydi. ID karta oldi. Keyin mana Polshaga kirib kelishdi. Yo'lda muammo bo'lmadimi? Yo'q, hozir Schengen ekan. Bemalol kirib keldi. Pasport militsiyalar ko'rdi. Bu yurtdoshimiz Litva davlatiga